Avvalo assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Toshkentdagi Chorsu bozorini ulashishga, baham ko'rishga harakat qildim. U yerdagi ozgina o'zim uchun bo'lgan taassurotlarimni sizlar bilan ilinmoqchi bo'ldim. Ya'niki musofirda yurganlar, vatanni sog'inganlar uchun ozgina bo'lsa ham vatan tuyg'usini beradigan, sog'inchini yetkazib qo'yadigan, sizlar uchun ozgina bo'lsa ham qisqacha video tayyorladim. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Kanalimga obuna bo'linglar. Izohlarda yana qaysi mavzularda video olishni sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Izohlarda yozib qoldirsalaring, unga qarab videolarda talab va istaklarga binoan joylab boraman. Oldindan kattakon rahmat. Meni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga mingdan ming rahmat aytaman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Rahmat kattakon. Hozir bu bitta ko'kadan bitta berasiz, to'g'rimi? 10 mingga. Mayli, savdo bo'lsin deb bering. Ikkita 15 mingdan, 10 mingdan sotaman. Siz xohlagan narxingizda sotaverasiz-da, hamma ham. Narx siz tovar sizniki-ku. Meniki erkin savdoda. Ha. Faqat rozi bo'lib bering. Roziman. Rozi bo'lmasangiz kerak emas. Yo'q, rozi. Kimlar aytadi, pulim qolmabdi deydi, beraveramiz. Mayli, barakasini bersin deyman, beraveraman. Mana. Siz ham rozi bo'ling. Ha. Bir topish ham bo'lmayapti. Nima?